Balaliq davrimni eslashni xohlamayman. Chunki balaliq davrim balalarga xos bo'lmagan kechirimchilar bilan to'lgan. Gerçi yavoylik va logiksizlik bilan to'lgan balaliq davrimni qaytarib kelish qo'limdan kelmasa-mu, ota-onamning jumladan atrofimdagi kishilarning orzu istaklarining men izlangan yashash usuli emasligidan gumonlanish tamoman qo'limdan keladi. Hayotimni oddiylashtirish uchun tirishgan sari uni murakkablashtirib oldim. O'tmishimdan zarlangan sari texmi nachar o'tmishga mubtalo bo'ldim. İnkar qilgan har bir reallik menga jin bo'lib choplashdi. Hayotlik energiyalarimdan mangulik dvigatel yasash xiyollarim barbod bo'ldi. Ardim, charchidim. Ko'zimni ochgan sari ko'rolmadim. Oxiri ko'zimni yumdim. Ko'rganim o'zim bo'lib chiqdi. O'zimning hozirdan iborat bir reallikda yashayotganimni his qildim. Kelgusidan kelgan g'am andisha, o'tmishimdan kelgan pas-pes to'yg'ular g'oyib bo'ldi. O'zimning tafakkuriga muddaga ega bo'lgan ijtimoiy mavjudot ekanligimni to'nib yetdim. Shunda qilib men psixologiyani tanladim. Yo'q. To'g'ri qilib aytganda psixologiya meni tanladi. Kallamdagi nurg'un chigish savollarga javob topildi. Shundaqla nurg'unlagan savollar paydo bo'ldi. Men asta-asta o'zimning kontroliga o'tishga boshladim. To'yiqsiz o'zim o'rgangan psixiki savodlarni texmi ko'p kishilar bilan o'rtoqlashishni to'g'ri topdim. Undaqda darsligimni o'zimga xayrxo'sh deyish orqali boshlayman. Ali Qurbon. Assalamu alaykum. Bugün bizning o'tadigan darsimiz besim to'g'riliq. Ham nurg'a odamlar hozir jamiyatda besim to'g'riliq gap qildi. Masalan, iqtisodiy besim, ijtimoiy besim, bolalarning besimi, xizmat besim degandek nurg'un besimlarni. Amaliyotda besimning shakllanishida qandaq bir xil omillar mavjud degan vaqtda besimning shakllanishida asosligi u sirtqi muhitning yoki sirtqi yuz bergan ish voqealardan ko'proq kelmasdan, balki odamning o'zining besimi qarshi tura oladigan psixik salohiyat chemberining to'liq yetilmaganligi uchun odatda kishilar besim his qildi. Undasi psixik salohiyat chemberi degan nima desa, bir odamning bundoq aytgan vaqtda kimligi. Kimligi degan nima desa, u odamning nimani yaxshi ko'radigan, nimani yaxshi ko'rmaydigan to'liq tushunchasi hisoblanadi. Nurg'a odamlar odatda turmushda o'zining nimani yaxshi ko'radigan, nimani yaxshi ko'rmaydiganligini bilmaydi. Bundaq ahvolda qanday ish yuz berdi degan vaqtda uning sirtqi atrofidagi kishilarning, ya'ni ko'p qism kishilarning yaxshi ko'radigan yoki ko'p qism kishilar qilgan ishlar uning nisbatan chuqum zurriyatdek, ashni yaxshi ko'rdigandek to'ylab ketadi. Ko'p qism kishilar qilmagan ishlar desa, u uni qis bo'lmaydigandek bir xil, u yaxshi ko'rmaydigandek tuyg'u hosil bo'ldi. Bu xil holatda kishilarda nim psixikasi paydo bo'ldisa, agish psixikasi. Agish psixikasi nimalarni paydo qildi degan vaqtda, masalan, ba'zida balkim atrofda kishilar qilgan narsaga yetarlik mablag' yoki yetarlik sharoit hozirlab uning agisha olishi mumkin. Biroq ba'zilar shu deganda buning agishamaydi yoki uning yetishamaydi. Bundaq vaqtda kishilar nima bo'ldi deganda besim his qildi. Unda biz ma rasmni ko'rib boqaylik. Masalan, 10 odam bor deylik. Bu 10 odam asli bir tekshi, bularning mayli iqtisodiy sharoiti bo'lsin yoki bularning ijtimoiy o'rni bo'lsin, tekshi edi. Tuyuqsiz bu 10 son ostiga tushgan vaqtda nimaga aylandi degan vaqtda 3 odam buning ichida qalpoqqa erishdi. Ammo 7 odam qalpoq bormi degan 7 odam qalpoq yo'q. Bu vaqt qandaq bir hissiyot psixikasida yoki qandaq bir hissiyotda o'zgarish paydo bo'ldi deganda, ma 3 qalpoq kelgan odamda balkim bir xil sal huzur tuyg'usi paydo bo'lishi mumkin. Ammo 7 odamda psixik buzilish hosil. Chunki bu yerda qalpoq yo'q kishi 7 bo'lib qalpoq odam 3 odam.
Mundaq aytgan vaqtda bu yerda ijtimoiy normani, ijtimoiy o'lchamni yaratayotgan 3 qalpoqliq odammi degan undaq emas. Yanılam qalpoq yo'q 7 odam, yanıla ijtimoiy o'lchamni yaratib chiqaraverdi. Shu bu xil chambar ichida bu 7 odam yanıla normal holatda mengaverdi. Ammo bu taraqqiy qilib qalpoq kelganlar 7 odamga aylanib, qalpoqsizlar 3 odam bo'lib qolganda-chu degan vaqtda bularda qizirish, ya'ni besim shakllanishga boshlaydi. Chunki bu vaqtda 7 qalpoq kelgan odam ijtimoiy o'lchamda bekitib qo'ydi. Ya'ni normal odamlar qatori kirib ketdi. 3 odam chulsa, bularning ko'z qarashida normalsiz bo'lib ketdi. Nimishqa deganda bu 3 odamda qalpoq bo'lmaganlik uchun. Demak, bundaq sharoit ostida 3 odamda tabiiy besim shakllandi. Ammo bu besim shakllangan bilan bu 3 odamda tangli qalpoq bo'lmagan uchun yanıla bir-birisiga nisbatan tasalli ehtiyoji yoki tasalli munosabat bilan bularni yanılam zo'r besim ish qiladi, ammo psixik binormallik paydo bo'lmasligi mumkin. Ammo asla qarsak, bu qatim 9 odamda qalpoq, ya'ni o'xshashlashgan, faqat 1 odamda qalpoq yo'q. Bu vaqt qanday yuz berdi bo'lsa, buning besimi asosiyatdan cheki yetadi yoki portlash shaklida buningda binormallik paydo bo'lishi mumkin. Psixikadan chataq chiqishi mumkin. Nima ish qilsa bu mayda 9 odamga o'xshayanmaganlik uchun. Demak, nurg'a odamlarda bulayotgan bu xil psixik besim yoki psixik binormallik nimadan kelib chiqadi desa, boshqalarga o'xshamaganlik uchun psixik besim kelib chiqadi. Masalan, bu yerda hammaning bir qulqi bor deb faraz qilsak, men tuyuqsiz sahnaga chiqib sizga dars o'tayotgan vaqtimda men ikki qulqim bor, sizlar chuqur men ish og'ritishim mumkin. Yosh turib miypilab qoldi. Nima ish qiladigan vaqtda? Chunki bu yerda hammaning bir qulqi bor, mening ikki qulqim bo'lganlik uchun. Bu yerda meni qanday hissiyat o'zgarish bo'ldi desa, men o'zimni binormal ish qilishim mumkin. Yani bir quloq odam emas, ikki quloqli odam binormal ish qilishi mumkin. Nima ish qilsa? Chunki bu sinfda, ya'ni bir quloqning o'zi ijtimoiy o'lchamlik normani yaratib qo'ygan bo'ldi. Shunga nurg'a odamlarda bu xil nimani o'zining yaxshi ko'radiganligi, nimaning asl normal ekanligini bilmagan vaqtda, nimaga asoslanadi degan vaqtda ko'p qism kishilar agashgan, ya ko'p qism odamlar shug'ullangan, ya ko'p qism odamlar kelgan narsalarga nisbatan bular ehtiyoj paydo. Agar bular bu ehtiyojni qondiramiz, nima paydo bo'lsa, besim shakllanib qolgan ki. Ondan boshqa hozir yoshlarimizda masalan, yoshlarimiz orasida modulayotgan bir besim bor. Buning besimsi iPhone besimi hamda. Onda esa iPhone besimi qanday kelgan? Masalan, bu iPhone degan narsa mavjud bo'lmasda, hech kimning kallasida iPhone ehtiyoji yo'q. iPhone degan bir besim yo'q. Ammo ana ma vaqtida hech kimda unda besim shakllanmagan. Ammo buni 3 odam olgan vaqt, ya'ni tunji qatim iPhone chiqqan vaqtimi, kishilarning besim shakllanmagan, havas shakllangan faqat. Ammo iPhone ishlatganlar, ya'ni o'zining ma'lum to'p orasidagi-da, masalan 10 do'stning orasida 7 iPhone ishlatgan vaqtda bu 3 balada nima shakllandi degan vaqtda iPhone besim shakllandi. Ehtiyoj shakllandi. Ya'ni buning kallasida ibtidoiy men nima deydi bo'lsa, 7 do'stingda iPhone bor, senda nima ish yo'q. Sendimi bo'lish kerak degan kerakdan bir shakllandi. Unda esa bu uchinning ichida balkim buning iqtisod yetmas mumkin. Ba'zi olanmas mumkin. Bular qanday qildi degan vaqtda dal mushlar besim ichida yashaydi. Besim shakllandi. Bu besim bevas iPhone'dan kelgan, bu degan iPhone'dan kelmagan. Balki buning psixik salohiyat chemberining, immun kuchining, qarshi turish, yoqtish kuchining mandashib aytgan vaqtda ojiz bo'lganlikdan bu 7 odamda bor narsa qandaqdir buningdimi bir ehtiyoj besimini shakllantirib qo'ydi. Agar buning ichida ikkisi har xil amallarni qilib, nurg'un badallarni to'lab masalan, qarz olib maqata qilib oldi. Bu vaqt xushal bo'ldimi? Xushal bo'lmaydi. U faqat 7 odamning ishi kirvag'ini xushal. U faqat normal bo'lvag'ini xushal. Endi masala nima keldi? Bu bir odam. Bu balki buni oshkorlamas mumkin, isbot qilmas mumkin. Biroq buning qalbida nim shakllanadi, kuchli bir xil besim shakllanadi. Yoki bo'lmasa, biz shu onalarimizning orasida modulayotgan nur chapan voqeasini elib aytaylik. Mening opamning o'zining bir nur chapani bor. Men bir kun so'radim opamdan. Sen shu nur chapanni nima ish qilding? deb so'rsam, opam, "Voy bu bek issiq" deb mundaq qildi. Aqlim muvofiqlashtirib tushandi deb buni. Aniki men ishkirlab so'rab oldim. "Rasi issiqmi?" desam kulib ketdi opam. Hamlet opam bu nur chapanni kiyishlik sababi hargiz issiq bo'lganlikdan emas. U issiq bo'lganlik mundaq aytgan nur chapanning qisman funksiyasi hisoblandi. Asos funksiyasi nimasi? Opam ba chamber, ya'ni opamni aloqalashtirgan ijtimoiy chamber kishilar, do'stlari, xizmatdoshlari, qo'shnilarimizning ko'pinchisi nur chapan bo'lganlik uchun opam tuyuqsiz nimani his qilgansa, bir xil besim, elish ehtiyoj besim shakllangan. Albatta opamda oz to'liq iqtisod bo'lganlik uchun buni oldi ehtiyojini darhol ta'minladi. Ammo
Bununla nispeten şarait, iqtisadi şarait to'liq olmagandı qandaq bo'ldi desa, elishqi bo'lgan bir ehtiyoj paydo bo'ldi. Buni olamidi? Bu vaqtda besim shakllanadi. Demek bizning bu yerda to'xtamay deb kelayotgan besim nereden kelyapti degan vaqtda dal uningda yoki ma'lum narsani rad qilish salohiyati bo'lmagan uchun, rad qilish qobiliyati bo'lmaganligi uchun u boshqalar ko'p sonlik odamlar erishgan narsani yoki ko'p sonlik odamlar ishlatgan narsani uningmi bir ishlatish ihtiyoji borda his qildi. Demak bu yerda biz deyotgan besimning hammasi sirtqi sharoit muhit bilan munosabat qilmasdan o'sha odamning o'zining men bu yerda aytgandek psixik salohiyat chamberkining ojiz bo'lganligidan besim his qilish shakllandi. Unda qo'z psixik salohiyat chamberki qandaq shakllandi, qandaq mavjud bo'ldi, buni qachon buzilib ketdi masalada. Buni biz nereden izleyimiz degan vaqtda, nurg'un vaqtda bola vaqtidan tortibla odamda tabiiy psixik salohiyat chamberki asli mavjud bo'ldi. Yoki mavjud bo'lmagan taqdirda kichik vaqt yetildigul bo'ldi. Biroq buning ota-onalar ko'pincha xato yeteklash, ota-onalarning aralashib olishi, yoki doim ota-ona bola uchun qaror chiqarib berganlik uchun bolada tabiiyla o'zining qarorini chiqara olmaslik, yoki bo'lmasa tanlash huquqi bo'lmaslik, yoki o'zining yaxshi ko'rgan narsani rad qilish, o'zining yaxshi ko'rgan narsasiga erishishga bo'lgan ma'qul sharoitini asosan ota-onalar buzib. Masalan, bir bola bir necha mevaning ichida olmani masalan yaxshi ko'rmagan bo'lsa, apsi bu balığı nima deyish mumkin desa, mush olmani ye. Chunki bu olmani inson sana foydali qiladi deyish mumkin. Yoki bo'lmasa hammadan bunday qilib, sen ham shunday qilmaysan deyish mumkin. Demak, kichik vaqtdan boshlab ota-onalar bolalardagi bu xil rad qilish yoki bo'lmasa qabul qilish, tek bu xil xarakterni asosiyatdan nim qiladi, vayron qiladi. Shunga psixik salohiyat chamberkini yetildirishning eng yaxshi payti qachonsa bolalik davrida. Biz buni keyinchi shu taraqqiyot psixikasida bolalarda qanday qilib psixik salohiyat chamberkini yetildirimiz, qanday qilib qaror chiqarish iqtidorini yetildirimiz, buningda texmo jiq so'zlaymiz. Demak, bolalarda kichik vaqtidan boshlab hamma narsani ota-ona qaror qilib berganlik uchun ularda bir qaror qilish, hatto nimani yaxshi ko'rish, nimani tanlash huquqi shu vaqtdan boshlab mahrum bo'lib ketgachga, cho'ng bo'lgan vaqtimi uningda asosiyatdan aniq bo'lgan bir xil psixik salohiyat chamberki olmaydi. Psixik salohiyat chamberki deganimiz bunday aytgan bir qalqon hisoblanadi. Qalqon. O sirtqi yuz bergan ishlarga yoki bo'lmasa har xil o'z ehtiyojlik bo'lmagan ma'lum bir talablarga nisbatan qalqonlik rolini o'taydi. Masalan, agar sizning bu qalqiningiz qancha mustahkam bo'lsa, besim shuncha qaytib ketadi. Bunda aytgan vaqtda sizning nimani yaxshi ko'rdiğiniz va nimani yaxshi ko'rmaydiğiniz aniq bo'lgan vaqtda bu xil besimlar darhol qaytib ketadi. Masalan, bayatınki biz qalpoq masalasini olsak, agar uningda qalpoqni yaxshi ko'rmaydigandek bir aniq tanlash yoki aniq salohiyat bo'lsa, u mayli 9 odam yoki 9 ming odam, hatto 9 million odam uning atrofida qalpoq kiyib yurgan taqdirdimi, uningda qalpoq tarafidan besim asılmaydi. Nimish degan vaqtda u o'zining ishiga nisbatan men qalpoqni yaxshi ko'rmayman deyoladi. Yoki iPhone shu. Agar uningda aniq men bu xil telefonni yaxshi ko'rmayman deydigan bir xil salohiyat bo'lsa, u o'zini tunib yetalisi shu degan vaqtda uning nisbatan ehtiyoj paydo bo'lmaydi. Uni ololsin yoki ololmasin, uni besim shakllanmaydi. Bu xil holatda odam qanday xarakter yetildirdi degan vaqtda bir xil individuallik xarakter yetildirdi. Individuallik, farqli, kishilarga o'xshamaydigan. Emniyet qandaq narsalar kishilarning diqqatini tortdi degan vaqtda dal farqliq bo'lgan, o'zi bir xil individuallik farq chiqib turgan odamlar boshqalarning diqqatini tortdi. Masalan, ingliz tilida charisma deydigan bir xil bor. Charisma degan nimasi bir xil jalb qilish kuchi deb qaraldi. Bu xil jalb qilish kuchi dunyodagi masalan zo'ngtonlayotgan yoki cho'ng muvaffaqiyat qozongan liderlar yoki olimlarda tabiiy yetilgan bir xil xarakter. Bu xil charisma xarakteri nereden şekillendi desa, dal individuallikdan şekillendi. Fakat odam o'zining ashundaq o'zi xos bo'lgan, uningda bir xil individual xarakter bo'lgan vaqtda,
doimli boshqalar qilgan ishga ergashmaydigan, o'zining bir xil tanlash salohiyati bo'lgan vaqtda bunday odamlarda tizla taraqqiy qilish yoki nima deymiz, bo'shliqqa shakllangan bo'ldi. Masalan, ba'zi odamlar sen mening titan tumurimni tegding degan gapni bekchi qiladi. Unda olsa bu yerki titan tumurga tegish degan nima? Bu yerki titan tumur degan nada? O hargizmi odamning badandagi ma'lum bir tumur emas. Bu albatta bir o'qishchi hisoblanadi. Unda olsa titan tumur degan zot nada bo'ldi deganda, men bayatni degandek, bu psixik salohiyat chamberkidagi har xil yuchuqlar, ishqilinishlar, uning o'zining kimligiga nisbatan hech qanday bir aniq bo'lmagan tuyg'ular hisoblanadigan gap. Hamda odamlar bir odamga qanday muomala qildi degan vaqtda, masalan, men bir odamga muomala qilsam yoki mening kallamdagi ma'lum bir odam hargizmi u odamning o'zi olmasdan u odamning qilgan ish harakatlari. Demak, odamning nima qilishi shu odamga vakillik qiladi. Bizga nisbatan biz odamlarni uning qilgan ishiga asosan hukm qilamiz. Ammo u kallas o'zi nima deb o'ylaydi bo'lsa, u qilmoqchi bo'lgan ishini shu men deb turib oldi. Masalan, men kelgusi manda qilmoqchi, men shu. Men kelgusi olim bo'lmoqchi, demak men hozir olim. Men kelgusida boy bo'lmoqchi, men demak boy deb uning kallasidagi men obrazi kim o desa, uning qilmoqchi bo'lgan ishlari. Bunda ochib aytgan vaqtda boshqalar bizning realligimizni ko'radi. Boshqalar bizni real bevosita ko'radi. Ammo biz o'zimizni xiyoliy tuyg'u, xato tuyg'u bilan mo'lcharlab olamiz. Bunday sharoit ostida bizni nima kelib chiqadi bo'lsa, doim boshqalarni xato tushunish yoki bo'lmasa boshqalardan ushiqcha, ortiqcha talab. Masalan, do'stim menga cho'qim yaxshi muomala qilish kerak. Do'stim menga cho'qim adabli muomala qilish kerak yoki do'stim menga pul yurib turish kerak. Unda pul yurib turmizcha, bundan beyaramlik paydo bo'ldi. Unda bu beyaramlikni uning pul bermaslik keltirib chiqadimi yoki uning do'stim menga pul berib turish kerak degan tuyg'usi keltirib chiqadimi? Endi balkim bu odamning irsidan qolgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bir odam balkim o'zini markaz deb o'ylashi mumkin dunyoning. U markaz deb o'ylab olganlik uchun hamma odamning uningga nisbatan bir bo'ysunishni, hamma odam shuning uchun xizmat qilishni yushunog'ida talab qilavishi mumkin. Shun kishilar ko'pincha atrofdagi odamlarning asosiyatini nazardan saqlab qilib, o'zini birlamchi o'rin qo'ydi. Bunda vaqtda nima shakllanadi bo'lsa, hammadan menga yaxshi muomala qilish kerak, men e'tirof qilish kerak, yoki bo'lmasa menga men o'zim degan sharoitlarni hozirlab berish kerak deb qaraydi. Men bu yerdan degandek, bir do'stim birisi, masalan, sen do'stim, sen mendan cho'qim pul berib turishing kerak dedi. So'di, u berib turmadi. Bundan bir yaramlik paydo bo'ldi. Do'stlikqa nisbatan buningda xato tushunch bo'ldi. Yoki do'stlikqa nisbatan bundan besim bo'ldi masalan. Demak, bu yerda uningdagi bir yaramlik keltirayotgani do'stining uning pul vermasligimi yoki buning do'stim menga pul berish kerak deyotganimi degan masala bor. Shunga bu xil biz aytib aytayotgan titan tumur degan nima esa dal odamdagi o'ziga nisbatan xato tushunchalar. Bu xil xato tushunchalar ko'p bo'lgan siri sirtqi besim uningga darhol besib kirdi. Yoki uningda o'ziga nisbatan hech qanday tushuncha yo'q. U kimligini bilmaydi o'zining. Demak, bir odam o'zining kimligini bilmaganda, uning turmushda yuz berayotgan masalalar texmi murakkab, texmi g'uvo ko'rinadigan gap. U o'zining hatto masalasining nimaligini bilmaydi. Demak, u o'zining masalasining nimaligini bilmasa, u masalasi hal qilinmaydi. U faqat masalaning borlig'ini, mavjudligini biladi, biroq masalaning nimaligini bilmaydi. Masalaning nimaligini bilmaganda uning nisbatan konkretni tadbir qo'llanmaydi. Bu vaqtda odamlar tuyg'usizlar besim ichiga kirib qoldi. Nurga odamlar besmin bor deydi. Ammo unda sizning besming nima desa, ko'zini yumsa hech qanday bir narsani topolmaydi. Xizmatni o'ylasa, xizmat yaxshi, bolasini o'ylasa, bolasi yaxshi. Hammani o'ylsamiz joyida, biroq besim bordek ish qildi. Nima ish qilsa, uningda psixik salohiyat chamberga intayin mo'xu deb qo'yamiz, g'uvo bo'lganlik uchun u zot o'zining besim manbasining nerdan kelayotganligini bilmaydi. Amniyat uningdagi besim manbasi nerdan kelyapti-sa, dal ehtiyoj besimidan kelyapti. Bu ehtiyoji uning asli shaxsiy ehtiyojimi degan unda emas. Faqat atrofdagi kishilarning shug'ullanayotgan narsa uning asosiyatni ehtiyoji bo'lib qoladi. Shunga biz ko'pincha psixologiyada cho'qim bir odamning psixik salohiyat chamberi bunda ochib aytgan vaqtda uningda bir
kimlik salohiyati bo'lishi kerak deb qaraymiz. Unda sizga resimni men bir tushuntirib o'tayim. Masalan, ma bir tal uy. Bu uyning atrofida qo'rshav yog'och bor. Biz faraz qilaylik. Ma yog'och bo'lmasa, agar uningda bir qo'rshav yog'och bo'lmasa, bu uyning atrofiga chuqum bir necha kundan keyin axlat to'kilib qolishi mumkin. Yoki kishilar bu yoq velosipedlarni to'xtatib qo'yishi mumkin. Hatto bu yani xola uburnining o'rnida ishlatish mumkin. Nima ish qilsa? Chunki bu uyning chegara sezilmagan. Agar buni chegara sezib qo'yish bo'lsa, tabiiy odam buning sirtida bo'ladi. Demak, odamlar ko'pincha aloqa qilgan vaqtda ular o'zining aslidagi boshqadan talab qiladigan ehtiyojini bevos o'tirib qo'ymaydi. Buni yushirdi. Masalan, bir odam meni ko'nglimga tekkidek yoki meni ismimni atab yoki bo'lmasa Qalaymxon mening laqam bilan to'ldi. Hey, hoy deb to'lgan bo'lsa, masalan, men buni ko'nglim keldi. Biroq u mendan sizning ko'nglingiz keldimi deb so'ragan vaqtda yo'q deb turib oldim. Unda bo'lsa, bu ikkinchi qatim buni mening u odamning meni yana o'ylab to'lash imkoniyati kuchliqmi degan kuchliq. Albatta u meni yana o'ylab to'laydi. Men yana beyaram bo'lma. U meni yana o'ylab to'laydi. Yana men beyaram bo'lma. Bu vaqt nim paydo bo'ldi degan vaqtda menda u odam bilan bo'lgan o'tirimizda hech qanday siziq sezib etmaganligim uchun u mening territoriyamga yoki mening psixik o'rnimga busab kiraverdi. Agar men uningga siz meni o'ydimang, mening ko'nglim keldi degan bo'lsam, u chog'i nima shakllandi? U faqat 1 minutlik yoki yarim minutlik ko'ngli yerim bo'lib yoki beyaram bo'lishi mumkin. Ajab dedi. Ammo uningdan u meni o'ydimas mumkin. Demak, nurg'a odamlarning kishilik munosabatni eng ketkizib qo'ydigan nimasi, ular odatda o'zining ehtiyojini konkretni boshqalarga demaydi. Bu xil konkretni bo'lmagan ahvol ostida kishilar uni qanday muomala qilishni bilmaydi. Shunga u o'zining xiyoli bo'yicha muomala qilaverdi. Biz ondan u xato muomala qilgan odamchi degan vaqtda buni ifodalamay mengaverdi. Buni bilan ularning kishilik turmushdimi nurg'ulg'an masala paydo bo'ldi. Masalan, bir ayol yo'ldishdan "Men ozroq pul kerak" dedi. Unda bo'lsa, bu yerga ozroq degan zot qanchalik miqdor? Bu 1000 ko'y bo'lishi mumkin, 1 ko'y bo'lishi mumkin, 100 ko'y bo'lishi mumkin. Chunki bu yerga ozroq puldagi ozroq nurg'a odamlar uchun har xil. Unda buni ayolning ko'z qarashiga ozroq bilan yo'ldishning ko'z qarashiga ozroq o'tirsida farq bormi degan farq bo'ldi. Balkim ayolning ozroq degani 200 ko'y bo'lishi mumkin. Ammo yo'ldishning kallasida bu 10 ko'y bo'lishi mumkin. Undasa ayol "Men ozroq pul lozim" dedi. Yo'ldishi uningga 20 ko'y berdi. Bu vaqt nima shakllandi? Bu vaqt xato tushunish. Ayol bu vaqtda balkim buni konkretni ifodalamaganlik uchun o'zining qarshi taraf bo'lgan talabini o'chaq qarshi taraf buni xato o'ylab oldi degan gap. Demak, kishilik munosabatdami biz nurg'un vaqtlarda boshqalar bo'lgan talabimizni bevos o'tirib qo'ymaslik tufayli qarshi taraf bizga qanday muomala qilish bilmaydi. Bal tarbiyalashim shu. Nurg'a ota-onalar bolalarni "Yaxshi bola bo'l, bolam" deb qo'ydi. Unda esa bu ota-onaning kallasidagi yaxshi degan zonni tushundirdi. U yavash qilmoqchimi? Yoki bo'lmasa tirishib o'qitmoqchimi? Yoki bo'lmasa zodi yaxshi degani zodi nimani ifodalaydi? Bundaq abstrakt narsalarni bolalarga tushunmaydi. Balkim bola buni yaxshi degani yavash deb tushunishi mumkin. Unda bir yavash bola yaxshi bolami? Unda deb kelolmaydi. Chunki u yavash bo'lganligi uchun uning muhitni qidirib tekshirishi yoki muhit bo'lgan aloqasi, uning kepsizligidan kelib chiqadigan muhit tushunchasi kemib ketishi mumkin. Demak, bu yerdagi yaxshi bal bo'l degandagi yaxshi intan g'uva bo'lganligi uchun qarshi tarafmi buningga g'uva inkas bildirdi. Demak, bir odamning psixik salohiyat chemberi qancha g'uva bo'lgan sari uning maslasi g'uva bo'ldi. Maslasi g'uva bo'lgan vaqtda uni qanday bir taraf qilishni bilmaydi. Qanday bir taraf qilishni bilmagan nim shaklida bo'lsa, to'xtamay besim his qildi. Shunga ko'pinchimiz bugungi darsni nima tushunamiz degan vaqtda odamda chuqum bir qalqonning bo'lishi. O chuqum o'zining asli nimani yaxshi ko'radigan va nimani yaxshi ko'rmaganini bilish kerak. Mayli atrofdagi odamlar qanday bo'lib ketishidan qat'iy nazar, u o'zining yaxshi ko'rgan narsaga ergashish kerak. Mayli odamlar nurg'un narsalarni qanchalik inkor qilishidan qat'iy nazar, u qabul qilish kerak. Nurg'un odamlar nurg'un ishlar mumkin emas deydi masalan. Nurg'un yoshlar nurg'un odamlarga ergashib, uni mumkin emas deydi. Balkim bu mumkin emasni mumkin qila oladigan mo'jizalar mavjud bo'lishi mumkin. Biroq bu bala nurg'unlig'an mumkin emasligini anglaganlik uchun, buning psixik salohiyat chemberi yuchiqlar bo'lganlik uchun, u balkim bu ishni mumkin emas deyish mumkin.
Şu nurg'unlar yoshlarda tirishib eng oxirida muvaffaqiyat qozonish tuyg'usini kim yo'q qilib yetadi bo'lsa, atrofdagi odamlar yo'q qilib yetadi. Shunga bir odamda chuqum individual bo'lgan, xos bo'lgan, o'zining ideyasi tura oladigan shunday bir aniq bir qalqon eng oxirida shunday bir aniq chegara bo'lsa, u odamga sirtqi muhitdagi har qanday bir o'zgarish asosiyatini ta'sir qilolmaydi. Unda olsa, bugün so'zlaydiganim shag'icha, agar tushunmagan savolinglar bo'lsa, so'rasang bo'ldi. Siz. Assalomu alaykum alim. Bu darslarınız deb o'tganingizda kichik nayte nurg'un kichik bolalarning kichik vaqtida salohiyat chambaga aniq belgilanmaydigan ota-onasiniki har xil qarashlar sababidan bu nurg'un yo'chuqlar paydo bo'lgan. Endi bunda bo'lganda biz cho'ng bo'lganda shu psixikamizdagi salohiyat chambaridagi yo'chuqlarni qanday bo'lganda eng yaxshi hal qilib buni tuzab keta olamiz? To'g'ri savol. Masalan, men sizdan bir savol so'ray. Bu sinfda sizning 100 yuan pulingiz yutib ketdi. 100 yuan pulingiz yutib ketgan vaqtda buning ichida do'stlaringiz bor, tanishlarmi buning hammasi. Ammo sizning 100 ko'y pulni birisining elvog'ini ras. Kimning elvog'ini bilmaysiz. Siz mushu kimning elvog'ini bilinmagan siri sizda bearamlik paydo bo'ldi. Nim deb deganda, mushin kim elvog'andi? Do'stim elvog'andimi yoki partishim elvog'andimi yoki kim elvog'andi? Bu besin bağansız yuqurlaydı, bağansız kallığınızda ötmeydi. Sebebini bilmegelik için, kimden ele bağallıqını. Ama tutsattan bu 100 koy pulunu, məlum birisinin ele bağını bildiniz. Bu vaxt şu degende, dəstəb besimiz tüvəlləydi. Çünkü siz eniq bu qətəm kimden ele bağını bildiniz. Ya ki bolduqlayıdsınız, ya ki berib, onundan sorab pulunuzu ele verişiniz mümkün. Demek psixiki dərsinin asas rol neyme degen vaxtda, nurğa adamlarının besiminin, ya ki nurğa adamın azabının, ya ki nurğa adamlarının meyli münasebetlik olsun, meyli hizmetlik olsun, meyli her xil sahadan kelgen besimlerinin kiriş mənbəsini sözləb birimiz. O kiriş mənbəsi bilgende tabiila şu mənbəni taqaşqa, ya olmasa onu bir taraf qıla alaydı. Psixik besiminin asası kilivatqını neymiş qundaq jiqib ketkense, çünkü nurğa adamlar onun nədən kelgini bilmeydi. Eğer o özünün konkretni sadı qaysı mənbədən kilivatqını bilgen aman şu degen vaqtda dərhal tüvəlləydi. Şuna psixiki analizning yoki nurg'unlagan bemorlarning, masalan, psixikdan chatlaq chiqqan bemorlarni nemish izlab keldi degan vaqtda ular shu nemish undaq bo'lib qolganini bilmaydi. Bizlar analiz qilib, ularning nemish shundaq bo'lib qolganini bilgan amanchu deganda darhol ular kasallik alomatlari tuvallaydi. Shuna mushu darsdan anglash orqali, ama şu masalan başdan axir anglash orqali odamlar o'zini tushunishga boshlaydi, o'zidagi masalalarni bayqashga boshlaydi. Buni tushungan amanchulsa, biz bayatın degandek psixikaga yuchuqlari o'zligidan taqilib maqdi. Shunga odamning psixikasini yaxshilashning eng yaxshi usuli nimasi? Psixik o'rganish. Psixika degan nimasi? Psixik degan bizlarning sapasi hisoblanadi. Sapa degan nimasi? Sapa degan dal psixik salay chemberki. Bir sapasi bor odam, u bir individuallik yaratgan bo'ldi. O asosiyatdan to'g'ri xatoni kishilarning, ko'p qism kishilarning harakat orqali emas, aslida hol orqali qabul qiladi. Bunday odamlarda asosiyatdan sirtqi muhitning ta'siri uchta shakllanadi. Sizdan. Assalomu alaykum olim. Adamga besim kelgan ham ro'yatdan ham jismoniy jihatdan og'irlik his qildi ekan. Buning aniq sababini tushuntirib berasiz? Bo'ldi. Endi besim kelgan vaqtda odam qanday his qildi? Biz buni psixikada elishish yoki kechish prinsipi bilan tushundiramiz. Bu bir xil mexanizm odam tug'im bo'ldigan. Elishish yoki kechish mexanizmi degan nima desa, masalan, biz bunda qo'ylaylik. Bizimiz hozir o'rmonlikda. O'rmonlikka ketib olsak, tuyuqsiz bir shir uchrab qoldi. Og'zini shundoq yo'g'on echib qardi. Bu shirni hargizmi tomoqdan parz to'tamdiki deb o'ylamadi. Bu shundali bo'lsa, yeydigan shir. Unda aslida qanday tuyuq paydo bo'ldi? Bu vaqtda mindal turishlar, chingli kirishdi.
ko'zlaringlar yo'g'inab ketadi, mushkullar aytibsizlar. Unda badanda qanday tuyg'u paydo bo'ldi degan vaqtda, badanda birinchi börek usti ya'ni besim o'rmini deymiz, börek usti o'rmini ajralib chiqadi. Bu ajralib chiqqanda qanday ahvol yuz berdi desa, bu butun badanni bir xil jiddiy holatga keltirdi. Qon aylanish yaxshilandi. Nima qildi degan vaqtda, chunki shirni ko'rgan vaqtda odamda ikki xil tuyg'u paydo bo'ldi. Birisi uning bilan elishish yoki qichish. Unda elish uchun qanday bo'lish kerak? Kuchlanish kerak. Kuchlanish uchun badan buni oldi bilan tunib bo'ldi. Chunki biz shirni ko'rgan vaqtda bizning kurish nervimiz orqali bizning nerva markaz bir taraf qiyg'uvchimizga signal keldi. Shir ko'rildi, tahdid, bu sening hayoting bilan munosabat, hayot mamoting bilan munosabat degan signal keldi. Bu signal kelgan vaqtda butun badanga signal uruytidi. Tahdid keldi, yo alishsan, yo qochsan, tayyorlik qil deydi. Buning tayyorlik uchun badan nima ish qildi desa, birinchi qon aylanish. Tizishib ketdi. Tizishib ketdi. Börek usti bezdagi hormon qo'yib berildi. Hujayralardagi barliq energiyalar qo'l-putlar yig'ildi. Anındıkın energiya mesela yağ ve şeker holatda u barliq kichkina energiyani saqlab qolmay butun badanga chiqarib turdi. Chunki bu vaqtda uni hayot bilan munosabat bo'lganlik uchun diqqat butunlay shir kirdi. Bunda vaqtda odam shirdan boshqa hech narsani anglamaydi, shirdan boshqa hech narsani ko'rolmaydi. Bunda vaqtda apangni to'lab tamoqni yeyolsam anglamaysiz. Yoki bo'lmasa kiyimning markasi yoki kiyimim to'polab ketadimi deb o'ylamaysiz. Sizda bu yerda birinchi diqqat qiladigan narsa shir, qanday qech. Bu xil diqqatga odamda g'oyat zo'r energiya ketadi. Demak, odamlar turmushidagi nurg'un ishlarga xuddi shirga o'xshash muomala qilib olganlik uchun uning badandagi 5 energiyalarning hammasi mayli qon yoki may shaklida bo'lsin, barliq energiyalar sarf bo'lib ketgachga odam intayin org'inlik yashaydi. Endi bugungi jamiyat targizma bir odam xizmatga yoki maktab berishariyan shir ushlab qolmaydi. Ammo nurg'a odamlar odatdagi masalalarga shirga o'xshash muomala qilib turib oldi. Demak, bu xil besim ostida yashaganda odamni tizla charchash paydo bo'ldi. Yoki bo'lmasa, men otni misol olsam, bizning badnimiz ot bo'lsa, bizning ro'yitimiz, ya'ni bizning kallimiz chavandoz bo'lsa, bu otni yaxshi boshqarib mang'alaydi endi. Ani qil, mani qil, mani qil, ani qil deb men ro'yit badanni boshqara oladi. Agar tasatibing menda bo'lib qolsa, bu chaq chavandoz ostida ot ustida bo'lib qolsa, badan bu chavandozni boshqursa, bu uzun bo'lmaylar, yiqilish mumkin. Bu xil org'inlikda albatta org'inlik shakllanadi. Shunga doim odamlarning to'g'ri bo'lgan ro'y holati badanni boshqarib turish kerak. Qachonda badan uning ro'y holatini boshqarib olgan zaman uning asosiyatini charchash, axloqiy charchash, ro'yi charchash, jismoniy charchash, ma'naviy charchash darhol shakllangan. Shu odam charchash his qildi. Undan bugungi darsimiz mushaqqat bo'lsin. Keyin ko'rishlar.